Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. 96. sure Alaq. Mekkede nazil bo'lgan 19 oyat. Nəhayət şəfqətlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Yaratqan Parvardigarının ismi bilan o'qigin. O insonni laxti qondan yaratdi. O'qigin, Parvardigarın eng karamlikdir. O qalam bilan xat yozishni o'rgatdi. İnsonga bilmagan narsalarni bildirdi. Şək şübihisiz insan özünü baysanab Allah'a boysunuşdan baş tartib rastilla haddidan aşıdı. Ey insan, barıdığan yerin Parvardigarının dergahıdır. Qilmishingga qarab jazoga yoki mukofotga erishsan. Namoz o'qiyotgan bandini, ya'ni Muhammad alayhissalomni to'sgan odamni menga aytib bersangchi, menga uning holini aytib bersangchi. Agar u haddidan oshko'chi namozni to'sishning o'rniga to'g'ri yo'lda bo'lgan bo'lsa yoki taqvodorlikqa amr qilingan bo'lsa, bu uning o'zi uchun yaxshi bo'lmasmidi? Menga aytib bersangchi, agar u Qur'onni inkor qilsa, iymondan yuz o'risa, Allohning uni ko'rib turadiganligini bilmadimi? O gumrohlikdan yansin. Agar u buningdan yanmasa, cho'qim uning ko'kolisidan, yolg'onchi gunohkorning ko'kolisidan tutib jahannamga so'raymiz. O o'zining so'rindoshlarini yordamga chaqirsin. Biz zabaniyle, yani cehennemnin güçlü qatlı qol periştelerini çağırımız. Bu facir gumrahlıktan yansın, onunla itaat qılmagın, Allah'a secde qılgın, şunun bilen Allah'a yakınçılık asıl qılgın.